Muslima qizlarning xulqi haqida 5 ta oltin qoida. Kitob seriyasining oxirgi qismi. Birinchisi ko'p gapirmaslik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi gap aytsin yoki sukut saqlasin. Yana bir nasihatga ko'ra, inson og'ziga ko'ra ikki quloqni ko'proq ishlatish kerakligi aytilgan. Chunki Alloh ko'proq tinglash uchun quloqni ikkita, kamroq gapirish uchun og'izni bitta qilib yaratgan. Ikkinchisi boshqa insonni aybini qidirmaslik. Chunki kishi o'z nafsidan g'aflatda qolgani sababidan boshqa insonning ayblari uchun vaqt topadi. Uchinchisi, hayo hamisha hamrohingiz bo'lsin. Kitob muallifi shunday deydi: qiz bola uchun hayo eng muhim fazilatdir. Chunki hayo uni nomahram bilan so'zlashishdan, yurish-turishdagi axloqsizlikdan to'sib turadi. Hadisga ko'ra, fahsh kimda bo'lsa, uni sharmanda qiladi. Hayo kimda bo'lsa, uni ziynatlantiradi. To'rtinchisi, kek saqlamang. Agar qalbingizda birovga nisbatan gina bo'lsa, uni darhol bartaraf qiling va Allohdan kechirim so'rang. 5-oltin qoida uchun yosh qizlarga maslahat kitobini o'qing. Bu kitob sizning ham hayotingizni o'zgartiradi.